Qaysi klubni full qilamiz? Real Madridmi, Barselonami, Liverpoolmi? Kimni kommentariyasi eng ko'p laykni yig'nasa, o'sha kommentariya keyingi videoga aylanadi. O'tgan videoda men bir qarorga kelgandim. Keyingi videoni men tanlamayman, siz tanlaysiz va sizlar tanladingiz. Kommentariyalarni birma-bir o'qib chiqdim, layklarni sanadim va g'olib aniqlandi. Fransiya terma jamoasi. Aynan Fransiya terma jamoasining yig'ish g'oyasi eng ko'p layk to'pladi. Demak, bugundan boshlab challenge akkauntning yangi bosqichi boshlanadi. Oldimizda 15 kun. Maqsad esa bitta. Fransiya terma jamoasini yig'ish. Lekin bu oson bo'lmaydi. Bizga kuchli darvozabonlar kerak, keyin himoyachilar, keyin yarim himoyachilar va albatta hujumchilar. Bugun esa challengeimizning birinchi qismi. Bugungi videomizda biz akkauntimizga darvozabonlarni yig'ib olamiz va Fransiya terma jamoasining bitta o'yinchisini olib full qilamiz. 15 kundan so'ng bu akkaunt qanday ko'rinishga kelishini tasavvur ham qila olmaysiz. Demak, vaqtni bekorga sarflamaymiz. Challenge boshlandi. Jigarlar, mana yangilanishdan keyin akkauntimga kirsam, Dembele kelib turibdi-da, mana Dembele. Yomonam mazza qilib qo'ydim. Fransiya terma jamoasining eng kuchli o'yinchisi kelib tursa, hozir buni olamiz, mayli, hozir olamiz, keyin darvozabonlarni yig'amiz. Pode dançar pelada, se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Mana Dembeleni ham transfer qilib oldik. Kuchaytirgichlarimiz juda ko'p akkauntda, mana ko'rib turibsizlar. Polnishda yetadi bu Dembeleni full qilishga. Avval tepadan 400, keyin pastdan 100 larni chiqarishni boshlaymiz. Lekin avval darvozabonlarni yig'ishimiz kerak. Hozir bitta darvozabon kelib turibdi, buni olamiz. Jigarlar, mana Usmon Dembele bilan birinchi golimiz, vobshe bomba gol chiqdi mana. Birinchi golimiz Dembele bilan. Mana birinchi o'yinimizni o'ynab bo'ldik, 150 ta olmosni olamiz. Darvozabon kelgan bo'lsa, darvozabonni ham olamiz. Darvozabon keldi. Oldik darvozabonni. Toshdik to'rtdan va darvozabon tushmadi. Yana 10 ta darvozabon olsak bo'ldi. Hammasini darvozabon qilishimiz kerak edi, bo'lmasa faqat Dembelega tushmasdan qoladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta darvozabon olsak bo'ldi. Ular mana juda oson bo'lmayapti. Yana 4 ta darvozabon olishim kerak. 2000 tacha tanga yig'ib bugun vaqtimni shu talosa bilan o'tirdim. Bugun peshin. Peshinda logoni qo'yib olamiz, logo chiqib ketdi. Yangilanishda o'chib ketdi shekilli, mana 500 dan ziyod team point ham bo'lib qolibdi. Mayli, videoda bitta scout ochib ko'ramiz. Agar omadli bo'lsak, darvozabon tushadi. Darvozabon tushmadi. Mayli, davom ettiraman men o'yinlarni.
sizlar uchun bitta master klass ko'rsatishga harakat qilaman. Yo, master klass bo'lmas ekan. Topni o'zim boshlasam master klass qilib ko'rsatardim. Yaxshi. Dembele jarohatga ketdi-yu, jigarlar. Yaxshi, Desayli bilan tepamiz. Voy. Voy. Dembele eng katta yo'qotish bo'ldi o'zi. Faqat Dembele bilan urayotgandim gollarni. Mayli davom etamiz. Jigarlar, mana va nihoyat 10 soatlik to'liq o'ynashlardan so'ng 10-darvozabonimizni ham oldik. Endi mana bu o'yinchini sotib yuboramiz va Dembeleni full qilamiz. Endi Dembeledan boshqa hech kim yo'q. Boshqa hech kimga tushmaydi. Mana Sabitni ham o'ynab o'tirgandim. Ketma-ket 3 ta g'alaba. Buni kuchaytirishni boshlaymiz. Energiyasini to'ldirib olamiz. Fitness kuchaytirgichdan beramiz bunga va tepasidan 400 chiqarishga harakat qilamiz, lekin sataradan 100 chiqarish qiyin. Dembeledan menimcha tepadan 3 ta 100 chiqib qoladi. Lekin taglari o'zi ko'rsatkichlari yaxshi. Kuchaytirishni ham boshlab oldik mana. Hozir 87 holatiga, 88 ga ham chiqib oldi o'zi. Shu ko'nglim g'ash bo'lyapti-da, bundan 400 chiqishiga tepadan. Full bo'lib qoladiganga o'xshayapti. Mayli, hech qisi yo'q. Futbolchining yaxshi o'ynashi 100 chiqqaniga qaramaydi, bilib qo'yinglar. Ko'p odam 100 chiqarishga harakat qiladi, to'g'ri chiroyliroq bo'lib turishi mumkin. Lekin 100 chiqishiga qaramaydi. Masalan, tepadan 400 chiqarib olib, pastda 50 bo'lsa, hammasi 50 bo'lib yotsa, u futbolchidan umuman foyda yo'q. Zarba tepsa 2 metrdan keyin to'xtab qolsa tepgan to'pi. Shuning uchun hamma narsasini teng olib borish kerak deb o'ylayman. Bu meni fikrim. Yana o'zingizlar bilasizlar. Hozircha 2 ta 100 chiqdi o'zi. 4 ta 100 chiqarmoqchi bo'lib ko'ramiz. Yarmi full bo'ldi Dembeleni. Yoki Satarani 100 qilib o'tirmasam mumkin. Internetdan Dembeleni qanaqa full qilganlarini ko'rib olishim kerak-da, buni kuchaytirishdan oldin. Internetdan ko'rib oldim, hozir ko'rdim. 6 ta 100 chiqargan ekan, tepadan 3, pastdan 300 chiqargan ekan. Men ham shunaqa qilsam bo'lar ekan. Lekin menda hozir tepadan 3 ta 100 chiqaman degancha Dembele full bo'lib qolmasa bo'ldi. Satari ham 90 bo'lib ketdi, уже 91 bo'ldi. 93 bo'ldi. Har qalay staminaga tushdi. Mana stamina 100 bo'ldi. Yana baribir beramiz Satariga. Endi texnikaga beramiz. Texnika zarba taklingga tushma. Taklingga tushmasa, kontrolga tushsa zo'r bo'lardi. Endi full bo'lib qoldi bu. 3 ta 100 chiqyapti. Dembeleni kuchaytirishda ozgina xatolikka yo'l qo'ydik, to'g'risi. Mana full bo'ldi. Satara 97 va 3 ta 100, 96, 93, 91 pastdan. Kommentariyada 1 dan 10 gacha baho berib ketinglar. Agarda sizlarga bu Dembele yoqmasa, buni sotib boshqatdan full qilamiz. Challenge oxirida. Hozircha tarkibimizda turgani yaxshiroq. Jigarlar, shu bilan challengeimizning birinchi kuni ham o'tdi. Bugun biz tarkibimizni bitta futbolchiga to'ldirdik. Ertaga yana bitta futbolchiga to'ldiramiz. Bu video chiqishi sizlarga bog'liq. Shu videodan qancha tez 200 ta like yig'ilsa, men keyingi qismini ham qo'yaman. Ungacha qo'ymayman 200 ta like yig'ilmaguncha.
Jigarlar hamda sizlardan bitta narsani iltimos qilib so'ragan bo'lardim. Shu oyning oxirigacha men 15 mingta bo'lmoqchiman YouTube'da. Bunda sizlarning yordaminglar kerak bo'ladi. Maksimalni poddershka qilib obuna bo'lib tursanglar, shu akkauntni full qilib bo'lgandan keyin oralaringizdan bitta obunachimizga berib yuboramiz. Undan tashqari meni yana ikkita full akkauntim bor. O'zimning shaxsiy akkauntim, undan tashqari yana bitta 85 lik akkauntim bor. Uni ham sizlarga berib yuboraman. Undan tashqari yana bitta bir talosuf faoliyatimni boshlaganda ochgan akkauntim bor. U ham full. Uni ham berib yuboraman. Mayli, shu oyning oxirigacha 15 mingta bo'lsam. Shuning uchun maksimalni obuna bo'lib, poddershka qilib turinglar. Keyingi video aytganimdek 200 ta laykdan so'ng chiqadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.